Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərlə qızğın qarşılayırıq. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmənlərimiz, güzel İstanbul'umuzdan Şərq Türkistan, Dünya Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşunun 11-ci növbətlikə şundaqla Şərq Türkistan Milli Birlik Şurasının 2-ci qatımlığı ötküzülüb atqan caydan, makandan hər birinlağa salam yollab olturdumuz. Həmməlağa məlum bolğandak 18'den köp devletlerden kelgen liderlerimiz, alimlerimiz, cemaat erbaplarımız, milletimizden kelgisi, Şərq Türkistanımız üçün başqa turuşup bu yerdə nurgulluğan kıymetli fikirler, münazirler elip beriliyatdı. Muşu meydandan elbette her günü biz devamlı uçuruşanmaydıgan, devamlı İstanbul'da bulmağan mihmallarımız, kıymetli mihmallarımız geldi. Bulanı şu yığın arlıqları da tam şu yığın tügüşe bulanın kıymetlik malumatlardan, kıymetlik bilimlerden menfaatlaniş, paydalanış üçün ekranlarga epkelimiz inşallah program tügüşe. Tüvende kıymetlik mihmil bah. Elbette bu kesip yani medya kesip de mu bizlerden neçe 10 yıllığan burun bunun ulunu sağan bu hareketini başlatkan çoğunlarımızdan birisi. Elbette tunumaydığınla bu işi imkansız dep qarayman. Çünkü tuncu qatım Şərq Türkistan davası çet elde başlanışdan tatip yıllarca bu hizmetten usul bulup kelayotgan tarixliq teşkilatlarda hizmet kılıp kelayotgan bir büyükümüz, çoğumuz var. O bosma Ferhat Muhammed akimiz. Köptün köp rahmet etimi aldıran kıymetlik vaxtınızı vaqt çıkarıp ziyaretimizi qabul qilganligingiz uchun rahmat. Sizga köp rahmat. Hakikaten ben Dünya Urkulti namıdan İstiklal Televiziyasını tebriklayman ve bir fedakarlık gösteriyotgan siz ve başka bütün qarindaşlarımızga alayını minnettarlığımı bildirme. Çünkü bu İstiklal TV kurulgandan tatip takip hazırgacha biz izchil turda kuzatib kelyapmiz, taqib kelyapmiz. İstiklal TV kurulgandan tatip hazırgacha halkımızın milli tuyg'ularini, vatanparvarlik tuyg'ularini oshirish, halkımızın to'g'ri uchur mayli vatan haqida bo'lsin, mayli chet tillarda yapılayotgan faoliyatlar haqida bo'lsin, to'g'ri uchurlar bilan ta'minlash jihatida cho'ng rolni o'ynab kelyapti va xalqimizningki ko'ra birligini saqlashdimi tegishli bir o'zininki rolini joriy qildirib kelyapti. Shuning uchun Istiqlol TV'ga minnatdorlik bildirishni bir vijdoniy milliy burchim deb bilaman. Sizga Allah razı olsun. Ma'lum ki Paratkam yani Dünya Uyghur Qurultayıniki muavin reisi şundaqla teşviqat komitesininki reisi mas'uli bo'lib xizmat o'tab kelyapti. Bundan burunki qurilgan nurg'un tashkilotlardami asosli teşviqatni aytdi kuchab elib menayotgan cho'nglarimizdan birisi. İnşallah bugungi programmamizda şu dava hayatı, chet elga chiqish hayotidan boshlab bugun kungacha albatta bu qanchilgan program qilsak yetmaydigan uzun bir temalar. Ama qısqacha bir şekilde vaktimiz az bo'lganligi uchun to'xtalib o'tishga tirishimiz hurmatli izləyicilər. Paratkamda şu aldı bilan tunji qatim bilishimcha siz Şərq Türkistanlıqlar qeyrindaşlıq uçuruşuga qurultay nomidan har yili insonlar kelyapti, har xil vakillar. Bugun tunji qatim kelishingiz bu yil. Siz bu yerda his qilganlaringizni so'zlab bersak, undan keyin biz temamizga kirib ketsak. Bu da hakikaten ben 1995 yılının 5 yılı İstanbul'dan ayrılgan. Az 24 yıl oldu. Hakikaten bu Şərq Türkistan qarindaşlıq uçuruşunu ben her yıl takip kelyapman. Dünya Urkulti buluş sübütümüzden her yıl vekiller ömürge ötüp gelgen yıl. Ben Azerbaycan'ın katnaşkandı ki hakikaten ait tesirlendim, duygulandım. Hakikaten bir yerde 18'den artık teşkilatın ki rehberleri kepti, cemaat erbaplarımız kepti, ölümallah kepti, ulavlan kendardı fikirleşip prostiga ega buldum. Özara fikirlerimiz, dünya qaraşlarımızda özara almashtirish imkoniyati bo'ldi. Da'voning taraqqiyoti, istiqboli haqida özara fikir almashtirish imkonlarimiz bo'ldi. Men ham de bu 11-navbatlik qarindoshlik uçuruş 5-chi qatimliq milliy shuraga men Dünya Urkultining raisi Dolqin Aysa efendimga vakolatan keldim ve bu qatimki yig'inga Dünya Uyghur Qurultayı bir 10'a yakın icra komitesining a'zosi tarkib topgan 10'a yakın bir cho'ng bir delegatsiya bilan keldik. Bunda bir cho'ng delegatsiya bilan kelishimizga asosiy maqsadmi hozir bilasiz xalqimizga oid ig'ir bir musibat ichida, zulmat ichida ve hazır xalqaro deb berilayotgan Uyg'ur Şərq Türkistan Milliy Mustaqillik hareketimi hazır bir nəhayət tarihi bir buruluş nuqtası qadam qoydu. Nəhayət ciddi. Bunda bir şəraitin özdə muhaciratda fəaliyyət yapıyotgan bütün Uyğur təşkilatlarımızın, siyasi fəaliyyətlərimizin bir araya kelib dərhal çare tədbir izləş
bir zürriyetli olgan bu şundaq bir halqalıq paytda bu yığın çağırıldı endi. Şuna Dünya Qurultayı Institutumuzdan bu yığınınki tarix əhəmiyyətiga bolgan özümüzningki pozisiyasını ifadalash va qo'llashimizni bildirish uchun nayt cho'ng bir hayatlan keldik. Bu ma'lumotni aytgan vaqtida biz ya'ni kommunist Xitoy hokimiyatiga, mustabid kommunist hokimiyatiga bir mishadin bir mesaj beraylik, birlik ittifoqligimizning, barobarligimizning, o'zaro hamkorligimizning, o'zaro qarindoshligimizning bir namoyandasini shu mustabid kommunist hokimiyatiga bildiraylik va xalqimiz umid beraylik degan maqsadda keldim. Haqiqatan suyundim. Nayt ilg'or fikrlar o'tirib qo'yildi. Chunki mening suyungan yerim bu qitimqi qarindoshlik uchrashiga qaysi o'xshamagan qarashdiki, o'xshamagan dunyo qarashdiki, o'xshamagan fikr iqimdiki va bir-birisining tarkibida bo'lmasa, o turli dunyo qarash va turli ideologiyalar bilan faoliyat olib borayotgan tashkilotlar kelibdi, siyosiy faoliyatchilarimiz kelibdi. Nima uchun bir yerga keldik? Bir yerga kelishmak muhim milliy harakatimizda. Chunki bir yerga kelgandan keyin bu birinchi bosqich, ham eng qiyinchi bosqich. Bir yerga kelgandan keyin hemen bu yerda bir hamkorlikdan ki bir chora tadbirlari chiqdi o'tirg'a avtomatik holda. Shunga bu yerda bir hammamizning bir yerga kelishimiz bak muhimdi. Bu birinchi bosqich va tunagunning yog'i bugunning yog'i nayt konkretni muhim istiqrotiylik ba'zi plan programmalar o'tirib qo'yilyapti. Inshaalloh bu qitimqi yig'inda milliy mustaqillik harakatimizga foydali, xalqimizning tub manfaatlariga foydali, davomimizning taraqqiyotiga foydali yaxshi bir plan program va istiqrotiylik plan programmalar o'tirib chiqdi degan ishonchdaman. Ko'pdan ko'p rahmat. Paratkamda sizningki tarixingizni qarasak 92-yili xatolashmagan bo'lsam, hicret hayatıga vatan üçün vatandan ayrılganlarning cümlesinden çıktınız. Elbette bu uzun bugünkü güngacha bo'lgan uzun bir tarixni bir programda so'zlab bo'lish mumkin emas. Qisqa bir eslasangiz, sizni vatanda shu zamonda bir qadar erkinroq qo'yib o'tilgan zamonda shu bizning xalqimizga nisbatan shu tarixda vatanni tashlab chiqib ketishingizga turtki bo'lgan narsa nimada? Elbette bu milletimizdeki kelgüs istiqbali için izleniş oldu elbette. Gayemiz ben 1985 yılı Atalmış Şinjan Üniversitesi'ndeki Tıp Fakültesini bitiren. Bitirgendeki Şinjan Halk Radyo Stansiyası haberler bölümü taksim kılıngandı. Üzerine ben edebi icadiyatla şoğullandım. Ferhat Muhammed degan takılısı bilen. Ben Şinjan Halk Radyo Stansiyası'da desep ter onundaki muhbir olup işildim. Bu jarayanda Şarkı Türkistan'daki bütün nailelerin asasiyetinin, bütün vilayetlerin naillerindeki de üzere aylanıp yürüp ziyaret kılış imkaniyetim oldu. Bu jarayanda benimki bütün Şarkı Türkistan'daki her kaysi vilayetlerin nailleri hatta yezlerine nispeten benim çonkur bir muhabbetim var. Yani bir üzem zaten aile sebebimiz tüpelden bütün hayatım ballık, asasen ballık hayatım benim sürgünde ötken vatanda. Çünkü apamdan dadısını apam ürümçilik, apamdan dadısı ne şu burjuaziya aksini qilib deb o'lim jazosiga hukm qilgan, kechiktirib 2 yil kechiktirib o'lim jazosiga hukm qilgan. O bizningki bovamni bu o'lim jazosiga hukm qilgan ekan, shuni apam doktor, dadam doktor, men doktor oilasidan dunyoga kelgan. Şu sebepten biz bütün hayatımız sürgünde öttü. Hatta ben piyonerim bulamagan küçük vaktimde. Çünkü aile sebebimle apamla çıkıp küreş kılattı. Ettigen bir grup, düştünken bir grup. Otelde toğulup kılışından sebebimi ben tigim otellik emez. Şu sürgünde ki hayatta otelde. Ürümçinin parlanan. Apam bildiğim tibbi mektebin bitege hazırlıklı tibbi üniversitedeydi hem de. Sürgünde. Onundaki 20 yaş vaktimde turpan nemeden ağrılıp piçan şu vakti kumul karayette piçan nais üyel sürgünde olduk. Aslında ötken hem de hayat. Onundaki bu üniversitenin bitirişin yakılık radyo stansiyasını kıldım. Benim vatandaki herkes gizli jurnallarda 100 baş hikayem, postum elan kılındı ve kaçka Uygur neşriyatlar bütün hikaye ve postlar toplumu neşr kılındı. Şinjan Yaşosmirler neşriyatlar bütün bir akbaratlar toplumu elan kıldı. Kitaplarım elan kıldı ve 88. yılı Atalmış Şinjan Uygur Atmurallık Yazıcılar Cemiyeti'ninki azası buldum. Ve vatandan ağırlığa vakti da ben şu Şinjan Halk Radyosu'ndan haberler bölümü Uygur Muhbirler Grubu'ndan başlık ettim. Bölüm derecelik kadr ettim. Hem siz dediniz, ne için şu özel hizmetini? Benim hizmetim hem tavukuladı yaxşı. Maaşım yaxşı. Eşkandak, iqtisadiyyatın eşkandak bir nemem yok.
Bütün devletin yığımı katlaşıp yürümen, rahat ötüdü. Hele o 5 mimanxanda, hele bu mimanxanda yığılladı ötüdü. İçin pişip kalsa arkaysı vilayetlerge, hükümet devletin çıkımını vilayetlerine aylanıp ziyaret kılımı. Endi bu yerda şu men muxbirlik qilish hayatımda Şarkı Türkistan halkının üstüde eğri bir haksızlıkның balığını his qildim. Eğri ait çoңqur bir haksızlıkның balığını his qildim. Bulup mu Şarkı Türkistan Cenab-ı Ayıldırın ziyaret qilgan vaqtimda Qashqardaymiz, mesela Xotandaymiz. Bazı Şarkı Türkistan Cenab-ı Ayıldırın ziyaret qilgan vaqtida bu yerdagi haksızlıklar, bu yerdagi xalqimizning hayvan kabi yaşaş turmuşu, muhiti, bu yerdagi eksploatatsiya, sümürüş, bir adı katma-kat rehberliğinin ki bulup mu Xitay musabı takip ettik. Bunu çok reis kıldım. Yani birisi ben u yerda partiya hükümet sahasıga mas'ul muxbir etdim. Bu muxbir bo'lgandan siz Abdurrahman Xalq Qurultayının daim komitetining bütün yig'inlariga qatnashsiz. Men aşı taki 85'ten tatip aşı ta vatandan hicret qilib chiqqan 92-yilning oxirigacha bütün Abdurrahman siyasi kengashining yig'inlariga Abdurrahman Xalq Qurultayının yig'inlariga qatnashdim va qaror oldigan yığılladım ben. Hatta 88-yılı planlık doğu siyaseti kanununu makulluğa vaxtadım. Şu sorunda ben mi bah? Buna ait kallan bir tesir kılgan. Neyse, nurgun anandaki hükümetlerinki nurgun işki hüccetleri birinci yılı bizge kilodu. Töpüge mehbide biziglik. Onu hatta bazıda nayının hakimleri mi, vilayetinki valileri mi küremediğin bazı hüccetler bizge kilodu. Çünkü ben partiya hükümet sahasıga mesul muhbiremdi. Benim alak dairem Abdurrahman Partikom Xalq hükümeti, Abdurrahman Xalq Qurultayı daim komiteti, siyasi kengaş bu dairede buldum. Yüksek dairede. Bizninki Rabia Hanım bilen mi? Ben şu 87. Rabia Hanım siyasi kengaşga a'zo bo'lib kirgan vaqtida Rabia Hanımni vatanda tunji qatim ziyorat qilgan muxbirman. Vatanda Rabia Hanım to'g'riliq 100 başından ortiq maqola yozgan odamman. Rabia Hanımning bütün aşı Rabia Qadir binası deymiz, yani So'zsarayning ulsirish murosimidan bu. Ben Rabia Hanım vatanda şu siyasi kengaş yig'inda qatnashish jarayonida tunishgan. Mecnun bir keleceğim. Yani bir yerde eğer bir haksızlıkını sezdim. Onun için bu siyasi kengaş yığınları katlaşış için kelgen vekiller olsun. Abdurrahman Xalq Qurultayı daim komitesi yığını katlaşış için kelgen vekiller. Ulağa nispeten ciddi bir besimning balığını his qildim. Adaletsizlikni his qildim. Bu meningki içimni beyaram qilib buruqdim qildim. Gerçi men maddi jihatdan nait yaxshi bo'lsammi, xizmat o'rnim nait yaxshi bo'lsinmi, sharoitim nait yaxshi bo'lsinmi, ammo bu meni nait beyaram qildi, buruqdim qildi. Xuddi bir tonurning ichiga qapsilib qilib chiqolmagandek bir tuyg'u berdi menga. Undan keyin to'xtab turib men bir izlanib baqay. Çünkü vatan sirda yapılayotgan bu Xitoyga qarshi yapılayotgan mustaqillik harakati haqida ba'zi usullarni anglaydim men. Har xil vositalar bilan. Chiqay dedim. Deb ishkilinib yurgan vaqtlarimda hamda 1989-yili bu Tiananmen qirg'inchilik bo'ldi. Bejinni bilasiz. Şu qirg'inchilik bo'lishidan 2 oy burun bizni shu mamlakat Xinhua axborot agentligining uyushtirishi bilan bu mamlakatlik osonlik millat axborot xodimlarini tarbiyalash kursi o'tkazilgan. Meni 6 oylik bizningki radio stansiyasini shu kurs qo'yatgandi. Kurs qo'yatib men bir qancha kunliklar u qo'yaban. Shu vaqtdagi Xitoy Kommunistik Partiyasining sekretari qo'yaban o'ylab ketdi, namoyish boshlanib ketdi. Şunun bilan bu namoyishlarga biz avtomatik chiqib qatnashib qoldik hamda. Beijingda. Ondan keyin har kun namoyish, qarang ko'chaga chiqsangiz bir qadam namoyish. Ondan keyin bizga dars o'rgan muallimning hammasi o'zlari namoyishga chiqib ketgan. Bizga dars o'rgan odam yo'q. Oshunda yurdik. Keyin andan keyin bu 5-oyning oxiri, o'sha bir hafta qolgan vaqtida 6-oyning 4-kuniga bizni qaytirib aketdi, buyruq tushirib. Aketdi, borgandan keyin jaq gap qilmadi. Bu Tiananmen o'quvchilar bostirgandan keyin bunun xarakterini bekitdi. Aksiyalar hareketde. Xarakterini bekitgandan keyin shundan bilan bu Beijing asli Beijingda Xinjiang mas'uliyati bir narsa bor. Vakolatxonasi. Men shu yerda turatdim, yotgan. Bu Beijing mas'ul ishlanganning ko'pinchisi bu Xitoyninki josuslik ekan. Anchontingniki qarmog'ida masalan jamoat bexatarlik nazoratiga bevosita xizmat qilganlar ekanda, mayli oshpazlar, o'z kutuvchilar. Bular meni bu odam her kuni chiqib namoyish qatnashgan o'qigan bo'lgan deb chaqqanda hukumat. Bu savol so'roq tortilgandim-ku men shu nim qilgandan keyin bexatarlik nazorati tarafidan. Undan keyin o'yladim, to'xtab men bir chiqib baqay, izinib baqay, chet elga chiqib izinib baqay. O'zim yosh, 20 yosh.
vaqtim. Men yana bir xotir bir yerda men shu Atmurallik Yazıcılar Cemiyetining eng yosh a'zosidim. Va bizning Sharq Turkiston tarixi tushi vaqtida yeshi eng kichik turib post e'lon qilgan yozuvchiman. Bunga Amerikadagi Abdukim Baq efendim şahit o'zi tayyorlagan uni. Bizda bir nima? Uningdan keyin 92-yilning oxiri bu Atmurallik xalq qurultiyining yig'iniga qatnashib, yig'indan chiqiblar. Men shu bir chamidan butun shu yig'inning hujjatlarini onun o'zan to'plagan Atmurallik partikomininki maxfiy hujjatlarini yo'g'on chamidan qachilab, men chet elga chiqqan vaqtida marvoyat ishbak ko'tarib chiqmadim. Jinimni olqinga qo'yib, liq bir chamidan buni Turkiyadagilar shahid ayni vaqtida, men liq bir chamidan Xitoyning maxfiy hujjatini ko'tarib chiqdim. Bundan keyin chegirada bek to'sab ketmadi. Chunki kelsak yangi yil bo'libdi, to'silib qoldik. Bir kun uyat qo'rg'as tutdik. Tamojga kelsak, soqchilninki hammasi emas, bu Xitoylar. Ya yangi yilga to'g'ri kelgandan keyin. Shuni chiqatdik bexatar. Bundan keyin O'zbekistonda bir hafta turib, u yerdan Turkiyaga bordim. Shu endi hijrat hayotim boshlandi. Men Turkiyaga kelsam, endi bizning millat bu liderninki qadrini bildigan millat emas. Aysa efendimni yolg'iz qolibdi Aysa efendim asosiyatdan. Yalnız kılışının sebebi nima? Çünkü şu vakılda Xitay bütün işini içip etken. Ticaretini koyup etken. Şunu olan bu Türkiye'deki Uygurların hemmisi asasiyetten Xitay'a berip, Xitay'dan mal elip, setip, Türkiye'nin malını yakapırıp şu ticaretle hayat geçiretti. Bunda oğandaki Eysa Efendimiz'le bilen körüşkenimizin yaki onun uygu bağınımızı bilip kalsa Xitay melimizin tatlı olurdu. O bu deyip Xitay'mış icadete teşvik edip bakın. Onun arlaşsanla yaki bağsanla biz sizlerin kırgızmayımız yaki melanla el olmuş. Şunu Eysa Efendim asasiyetin yalnız kalkan Xitay'ını item kaldırış taktikisi bu işi. Bu şimdi bir şarayetini özledim ben badım Türkiye'ye. Geldim karısam bu Eysa Efendim'le hakkıdacak materyalını anlattım. Xitay'ına hakkıdacak ayıplaydım. Milli bölgünç. Bizden nazarımızda en çok binaları var. Kurallık askerleri var. Muhafızatçıları var. Aslında bir insan okşaydı dediğin düşünce vardı kallamda. Kelsem nayet adli bir insanken şu öyünün saymaları mı? En adli şu vakılda Türkiye'deki başka Uygurların öydeki karağa vaktıda. Hatta kasapkımı göç kazken ben de çıkarttım kasapkı biliyor işledim. Oğlu Arslan, rahmetli Arslan alıp diken bilen. Kasapkımı kazken tok. Şu vaktıda onun çoğun oğlu erken alıp diken efendim. Bu Germanya'da işte ki oğlu pul yerden müvetip etken. Şunu olan hayat geçirip diken. Şu aldı diken. Şununla karşısak şu yerde Türkiye'ye gelsem bir müç yaşla yığılıp kaldı. 70-80'deki yaş. Ulanın şey ziyaliler var, nimler var. Onun diken doktor Türkiye'de biz bir yaşlar bir teşkillenip, teşkili asası bir iş kılayla edip durup, biz Abdücel Turan Efendi'nin uyda hazırki Teklimekan Neşriyat'ın kurucusu. Uyda biz Kur'an tutup, kasem verip, Şarkı Türkistan Yaşlar Birliği'ni kurduk ve onun karmığı da Şarkı Türkistan Yaşlar Gezisi'ni neşr kıldık. 93. yılı. Neyim için ben çıkıplı bu akbaratçılık kirişip kettim. Derhal gezi çıkırış kaldırıp kettim desiniz. Ben çıkandayken bu bizdeki milli teşvikatımızın nöl güç geldiğini his kıldım. Bu Orta Asya G'arbiy Turkiston Cumhuriyetleri mağlup müstakil bo'lgandan keyin u yerda hukumatlar Uyg'urcha masalan Toshkent Uyg'urcha radiolar var. Bularni hammasini taqib etgan. Yangi hayat gizini eng asosiy giz taqib etgan. Uyg'urcha matbuotlar asosan taqilgan yerdan bermay taqilib ketgan. Turkiyaga kelsam 3 oyda asl fasllik jurnal ekan. Bu fasllik jurnal 6 oyda 7 oyda aram bir chiqar ekan. Sharq Turkiston ovozi jurnali. Bu mu tek Çağatay yazıqda hazırki zaman imla nimesi demez. Çünkü onu basılgan kompütür yok. O vakti daktilo mu yok? Şununla Arapça nimede baskan denke o Çağatay yazıqda. Çağatay yazıqı biz 50. yıllardaki yazıqımızın Çağatay yazıqdayız 60. yıllardaki. Şunu atanımızdan xetini kes taz okumayımız o biz. Sozluq tavuş da yok. Bu nayet biçar. Anındayken bu vatan hakkındaki uçurlar. Bu halkara Uygurlar hakkında bulavatkan uçurlar. Bu hemmesi çayxana sistemisi bu içi birbirimize anlatırken de hem de. Bu nime emas mübalağa arlaşkan, yalgan arlaşkan. Çünkü biz Uygurlarınki bu akbaratçılık tarihimiz bek biçare içiyor bizninki. Biz bütünle nime için Uygurlar pişni pasat diken takayı diyorsunuz. Biz de bu akbaratçılık mesela 17. asırda bu garip dünyasında bu akbaratçılık başlangan. Garip dünyası bir gap var. 17. asırdan burunki hadiselerni xotirlash, tadqiq qilish tarixchilarning ishi, 17. asrdan keyingi hodisalarni qalam kelish jurnalistlarning ishi deydi. Chunki axborotchilik chiqib bo'lgan. Ammo bizda Uyg'urlarning avvali qarab bakın. U axborot bizningki Sharq Turkistonniki 30-yillardagi axborotda nimatta axborot vositasi ikki edi. Birisi Maddala.
Bu meddala Xotandan yolga chiqdi, Xotanni bo'lganini anglaydi. Uningdan keyin Ashayxonni ishdan Qashqarga keldi, Qashqardagini anglab bilib, Oqsuga keldi, mashinada yurt aralab, bu meddala bütün Sharq Turkistonning har qaysi viloyatlar, loyihalarda bo'lgan ahvolni anlatdi. Bu bizning gazetimiz ham meddala hamda. Bizning axborot vositamiz. Ikkinchisi nima? Choyxonlar. Choyxonlarga yig'ildi. U yerda bu yerdan tijoratni u yerga bu yerga bag'anlar kelib, men paloniga ko'rib, uni ko'rdim, buni ko'rdim, unda bo'pti, bunda bo'pti. Bu bizning axborotchiligimiz. Bunda bo'lgandan keyin bu yerda fitna fasod bak ishinib ketadigan bir ojiz, nachar, pixsik alaylik shaklib qolgan bizda. Rasmiy axborot bo'lmagani uchun. Bunun zihnini hozir ishlatyapmiz. Hozirmi tehi u aşı o'ziniki qiymatini yo'qotganda yo'q, nima fitna fasodchilik. Mubolag'a aralashib ketgan, yolg'on aralashib ketgan, soxta aralashib ketgan. Tövmet marlışıp ketken tehi. Şunun bilan ben bunu isqilib chet elga chiqsam hech nima yo'q. Milliy tashviqotda ba'zi deydi, zurriyati yo'q deydi. Bu o'zimizga anglitib nima ish qilamiz? Chet ellikka anglitaylar deb, bu tamomda deb qarasak bu ideologiya jihati bilinish yomon ig'ir. Nihoyat ig'ir. Masalan biz chiqsak, asosan Turkiyani markaz qilgan O'rta Sharq Arabiston. Bu yerda ikki ideologiya hukm surgan ekan. Pan turkizmchilik, pan islomizmchilik. Bir-birisiga rad inkor qildi. Pan-Türkizmchilarni millatchilik kapirlaydi, pan-islomizmchilar. Mushundaq bir-birini ayiblaydi. O'rta Osiyo Turk Jumhuriyatidagilar yangi mustaqil bo'lgandan keyin u yerdagilar qisman kommunistik ideologiya aralashgan, qattiq Uyg'ur millatchilik reallashib ketgan, mujmal bir Uyg'ur millatchiligining asosiy xamir turish qilgan bir ideologiya hamda. G'arbda ideologiya shakllanmagan, chunki Uyg'ur yo'q. Uyg'ur yo'q. Nəhayət aslında Uyğur və Əliklər alıb diken bir qaçılan var, ama bula demokratiya və kişi hüquq prinsipləri diyen bunu nimqan. Bu ideologiya cəhətində nəhayət ixtilaf iğir. Bir yerde bu fikirni birlik keltiriş üçün, ideologiya cəhətinin fikirli birlikini, hareketli birlikini əməlgə aşırış üçün avval bu mövqinin birlik keltiriş gerek. Bunu birlik keltirişinin ki asas nemesi neme? Təşviqat, milli təşviqat. Bu nəhayət mühim, milli təşviqat. Bunu asas gayı bu. Yani birisi halkımızda doğru fitne fasatlar emas, delil ispatlık. Doğru usul, fikir, ilgar fikirler bilen teminleş bu nihayet mühim. Hem de bu milli kureyşni, milli inkılapni, milli müstakillik kureyşni insan kılıdı. Çünkü insan çokum bu dava kıldığı adam biz davayımızdaki tarihini, karakterini, mahiyetini, nişanımızı obdan biliş gerek. Doğru bir yolunu tanış gerek, doğru bir istikaretini tanış gerek. Bu fakatla muşu milli teşviqat arkalık bulu demdi. Bu milli teşviqat bunun daha çok kullanıyor. Şunla başına baştan demeniki demem. Biz çıkarımız gizinde bu tür olduk. Şunun olan bir yerdeki büyüklerimiz İsa Efendim kullap verdi. Tuncu Şarkı Türkistan yaşta gizindeki Tuncu sanlı takdişi murasimini Zeytinburnu'nda ötkezdik. 70-80 adam geldi. İki kavatlık bir dupluya dairede. İsa Efendim küzgömeydi adam. 80'de çekirge adam. İçiliş murasimine ikinci kavatlık kötürep açıkta katlaştı. Şu gizlimizdeki işimiz. Rahmetlik Muhammed Rıza Bekim Paşam katlaştı. Suyunip ketten dola. Bir gizliden. Bomsa o gizlide kandak destekte kol yazma diye yazıyız baktık. Tabi kol yazma diye yazıp tutsak, şunun ulan kopap Memtümin Hazret Efendim, oy mende bir daktilo var, vatanda kendine. Şunun daktilonu verdi, daktilo bilen basımız onu. Çıngırak basmışsınız, xat çıkıp kaldı, metbaat koyagandaki oku olmaydı. Çıng basınız, kolunuz işip gidiyordu. Ben basımı. Şunu olur, şunda biraz saat baskan ki bağlamaklarınız bir yazın işip gidiyor. İşip kandak kılsız bir yere, eliqini çaplayız. Xitay jobamı deyimiz, azatım deyimiz. Bunu çaplayıp, şu kolu çaplayıp burdugan gep. Mehmet Toxtaya demedik Kanada'daki. Ben, Abdücül Turan, bir kanca 6-7 kişilik grup var. Şu koluyla urdugan gepen bunu. Şimdi akıp çıkardık. Çıkarıp bunu biz 70%'ini vatan kirgizeli dedik, karar aldık. Şununla Şarkı Türkistan yaşlar gizlinin ki, nemesine biz muşu Türkiye'den, Poştkallar'dan, Merkez Milletler İnstitutu'da mançinci sınıf. Çünkü bildiğin ballağı var. Şinjan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mançinciliği. Garbi Şimal Üniversitesi palan. Bütünle işkir ülkedeki âli mekteplerine saldık. Onu aşı dolkullanma, dolkuna İsa Efendimli mi? Türkiye'ye kiliştim buran, Beijing'de kürettikken bizden gizlini. Xitay alıqı... Udul kirem tüşüla. Udul kiret poştulan salattık. Bu Xitay bilip boğuç ağırlıkta, biz 3 saniye yolu verdik. Xitay bilip boğuç ağırlıkta. Bu nurgun adamın nurgu yaşlarımızdan ideyisine uygun işi de çoğun bir rol oldu. Ümit verdi kuladı. Udundaki keyin Xitay bilip oldu, Beijing'deki Şinjan ben şu dep atıldı, aşağıda gizitini köydürüp murasim ötküzüp demdi. Onun dikili Xitay'da katıp kaldı. Onundaki bunu biz Orta Asya
davlatlarga yo'q. Undan keyin dedim, tamam biz bu milliy tashviqotga sal qarash eg'ir ekan. Foydasi yo'q, nima qilamiz deb sal qarash. Nima qilamiz buni o'zimiz degandan, so'z degandan deb. Bugun nima uchun yig'ildik bu yerga shunchalar japonni tatib, chiqimni tatib? Chunki biz mushu milliy tashviqotni vaqtida qilmaganligimiz uchun, yetarli darajada qilmaganligimiz uchun. Bo'lmasa bunda to'plantiq zurriyatmi qolmaydi. Tashviqotning qanchalik muhim ekanligi. Chunki Gitter qarab baqqan, Gitter qilgan Gobleks degan doktor Gobleks degan uningki propaganda ministri. O tashviqot jantumari. Hozir dunyoda bütün millatlarning taraqqiy topgan davlatlarning bo'lsin, bu yerda asosiy mablag'ni mayli siyosiy partiyalar bo'lsin, hammasi asosiy mablag'ni mush tashviqotga soladi. Informatsiyonga soladi tashviqot. Hozirgacha shu. Bu yerda tashviqot, informatsiya, media har qanday davlatlarda hokimiyatdan qarshi ikkinchi kuch. Hatto ba'zi davlatlarda birinchi kuch taqa. Hokimiyatni kontrol qilib turadigan, idora qilib turadigan. Bu o'zlarininki tashviqoti. O'zining tilida, o'zining yozig'idagi tashviqotlar. Bizning milliy tashviqotimizga sal qarash bak eg'ir ekan. Burunqi bizningki buyuklarimizdan Allah rahmet eylesin, opat o'g'illardan ama bir eg'ir darajada sariq qarash ekan. Ne yordam, iqtisodiyotni yordam. Bizningki bir san gazetimiz, Sharq Turkiston yoshlar gazetininki şu vaqtida $300 bastırdık. 2000 nusxani, 3000 nusxani. O vaqtda dollarning kuchi vardı. Ama şu $200-300 tapamaydık. Vaqtida Uyg'urlar yo'q. Pulu bağlı yok mu? Ba. Arabistonda her baylı var, nimeli var. Ama bununla nispeten sal qaraşvatdı. Şu vaqtning o'zida biz şu $200 gizli chiqargan $200 tapanmay yurgan vaqtlarimizda ba'zi Uyg'urlar hozir qochib ketibdi, FETÖ'ning nimasi deb. U yerga. Şu Uyg'urlar şu vaqtda şu FETÖ'chilarga her ayda toplanıp pul yig'atdi. 10 minglab, 20 minglab, hatta 100 minglab pul yig'ib, ashlarga pul yig'ib berdi. Bizga bir tiyin bermaydi. Şunda vaziyat çıkardı. Qanday qildik? Balla ishlab o'zining nimasida abjil turan chiqaradi yanchiqidan. Yan bir askar deydigan qarindishimiz var, u ishlaydi bir yerda, u chiqaradi, maashi qo'raqdi. Qaqallarimiz chaqmoq satdimiz kunduzi, boshqa Xitoydan kelgan chaqmoqni biz bilib beradi, biz poch satdik, beyazlik berib. Chaqmoq setib kelib, uning jinimizni vaqimiz. Kechda o'tirib, yarim kecha qo'limizda o'tirib, giz chiqaramiz. Men vatanda 80 kilo kelgan odam Turkiyada bir yilning ichida 50 kilo tushib qoldi men o'rg'lab. Oshqozon kesildi. Tas qoldi o'ylab qoldi. Shunday mislan. Bizning bütün qarindoshlarimiz yo'q ketdi, pidakar qarindoshlarimiz hammasi. Pidakarlik. Endi bu vatan millat davasida mustaqillikda bu akademik salohiyat muhim emas. İster olim bo'l, professor bo'l, doktor bo'l, yana bijim bo'l. Bu yerda eng muhim narsa ki pidakarlik ekanligini his qildim men. Pidakarlik birinchi o'rinda turadi. Agar pidakar bo'lmasang, sening nima bo'g'ining bir tiyin. Pidakarlikni aytdim. Endi hozir gapirayotganlar asos qaraydigansiz, ya'ni yuqori darajalik akademik adamlar emas, davaningki jilti cho'giltayotganlar yana pidakar insonlar. Shunga men shuni his qildim. Ama bu mushu milliy tashviqotga sal qarashninki ziynni nayt ko'p tatdik. Turkiyada uni chiqardik. Undan keyin bir amal qilib biz u yerda cho'nglab o'tirsak, ziddiyatning qurboni bo'lib ketdik. Ikkiga parchalanib ketdik. Chunki 92-yildagi milliy qurultaydan keyin ikkiga bo'linib ketgan. Biz ne qaysininki aşağı şoğuna to'g'ri kelib qoldi. Shuni yoshlarni ikkiga bo'lib oldi ikki taraf. Yoshlarni. Uningdagi bir Sharq Turkiston gazetini chiqardik. Sharq Turkiston yoshlar gazetidan boshqa yana o'sha Turkiya Istanbulda. Uningdan keyin qaradiq nihoyat qiyin hamda hayot bak qiyin. Tijorat qilaysak biz hayot xizmatchi bo'lib kelgan bir odam tijorat qilishni bilmayman. Bunda bir şey dasmoyim yo'q zaten. Yanchiqimiz bir tiy yo'q. Bunda sharoitning o'zida to'xtabdi deb Toğa vaqtlarımızda anandan keyin erkin alıp degan kimlar oshqozon kesilib nihoyat eg'ir sut ichsamiz singmaydi. Shunda bu vaqtida anandan hatta Germaniyadan dora keldi. Shuni erkin alıp degan efendim Ömer Kanatla Gollandiyada bir yig'ini ichildi. Vakalatsiz millatlar tashkilotining yig'ini. 3 son berimiz İstanbulda sizlarning tashkilotga Sharq Turkiston yoshlar vakili o'tdi deb. Shuni yig'inga kelinglar dedi. Ma'qul deb mingtasda ular tashqi ishlar ministrligi orqali viza berdi. Shuning bilan 95-yilda Hatayış olmasam birinchi yig'in qildik. Yig'inda Germaniyaga qochib berib siyosatdan altildik. Men Germaniyaga beribla yana to'xtabdi, buning peshini qo'yib atmaydi dedim. Davom boshlaydim. 95-yil beribla aşağıda nimalar tashkilotlar bilan Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti bor ekan. Aşağıda Ömer Qanatlar, bu Enverjan akamiz bor. Aşağıdagilar bilan birlashib o'tirib birlik jurnalini chiqardik. Sizlar kichik vaqtingizda bu birlik jurnali shu vaqtida mush muajiratda nashr qilingan eng sifatli jurnaldi.
Hatta vatandan kelganlarmi, shu hatta nashriyatlarda ishlab kelganlarmi Turkiyada ko'rib, buningki mayli imlo jihatdan, logika jihatdan, statistika jihatdan bo'lsin, buningki nimasi sifati vatandagi jurnallardan qilishmaydi degan. Znayt sifatlik bir nima chiqqan. Shu odamlarimiz botdi. Tilshunoslarimiz botdi, nimalar yozuvchilarimiz botdi. Chiqardik. Uningdan keyin bu Dünya Uyghur İnformasyon Merkezi, Batı Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi'ninki hürmetli Abdüzil Karkaş efendimden. Onun da istiklal gezisine çıkardım. Ben şunun kurgucusu. Uyghur TV hazır ki menvatkan onun kurgucusu. En asas kurgucusu ben. Şu ben bilen başladım. Germanya'daki. Şunun kurgucusu ben. Şu Uyghur TV'ninki. Ben İnformasyon Merkezi'nin mağara istim. Kurga vakti en asas kurgucusu ben başladım onun televizyonu. Kurduk. Ben peşini koyuvatmadım. Bununki uyumluluğunu eskig'inim üçün nurg'un zarba kuchirdim. Chunki bu ufkam bu ishni qilsangiz hech kimga yaxshi bo'lmaysiz. Birisi deydi, meni oztatib qo'yding deydi. Palanchin jaqtatib o'tibsan deydi. Marisimga men chiqmabman deydi. Meni bu siyosatchilar yaxshi ko'rib ketmay hozirgacha. Men uchiq deyapman, o'shani e'lon qilasiz. Chunki yaxshi bo'lmaysiz hech kimga. Har zaman bu zarba kuchirib tursiz. Har jihatdan. Zarba kuchirib tursiz, ko'nglingiz og'riydi, ammo bir aqida bo'lsa insonda, bir iroda bo'lsa, yengib ketadigansiz bularning hammasini. O tatgan japalar, o hozirgi sharoitni ayt yaxshi, qarindoshlarimizning soni ko'paydi, iqtisodiy ahvol yaxshi, yordam qildi Alloh va chet el nimalari bor, fond jamiyatlari bor. Bizga hozir Amerikadan yordam qilganning yog'i bu da'voga egizchilik odamlar jaqlab ketdi. Burun bir tiyin bermaydigan vaqtida hech kim yo'qdi. Fidokorlik qilgan odam topolmaydik. Kech ishlaydik. Buning hozir siyosiy faoliyatlarimizning hammasi shohid. Mayli Erkin Aliptekin efendim bo'lsin, mayli Dolqin Aysa efendimli bo'lsin, mayli Turkiyadagi hozir konu qarindoshlarimiz bo'lsin, hammasi shohid buning zaten. Hammasi shohid bo'lgan insonlar. Endi bu hozir keyingi yoshlarimiz bilmaydi, shuni bilib qolsin. Buningdan biraz ders olsin dedik. Bir tajribami aldirab qazilmaydi qarang. Biz men ayada kommunistning tashviqotini qilgan vatan işte. Kompartiyaning tashviqotchisi. Men u kompartiyaning qoni ko'zi qulog'i bo'lgan odam bo'lgandi. Chunki majbur biz bu yerda hayotlik uchun. Uningdagi chiqqandan keyin siz u nimadan qutlanmaydi ekansiz. U ideologiyadan, asoratdan qutlanmaydi ekansiz. Xabarchilikda, axborotchilik. Chunki bu chet eldagi axborotchilik, bu erkin axborotchilik. Bu boshqa demokratik bir axborotchilik endi. Bu boshqa ishlar. Xitoyning ham tashviqot deymiz, propaganda deymiz ham. Kommunistik ideologiyani yaydigan. Ammo bu chet elniki bu maxsus axborotchilik bu başka bir narsa. Bunun öldüm başlaş doğru keldi. Onun ügünüş doğru keldi, iziniş doğru keldi. Bu men şu çetelde Türkiye, Avrupa'da nemi kurulgan bolsa şunu kurgucusu ben. Hammasi Şarq Türkistan Yaşları Geziti, Şarq Türkistan Geziti başta mesul olgan. Ben Şarq Türkistan Geziti'ninki baştarı men, mesulmarı men mezretdi. Bille enemi çıkargan. Şarq Türkistan Yaşları Geziti'nin baştarı men, mesulmarı Abdüzil Turan'dı. Sahibi nimetti. Rahmetli Arslan Aliptekin efendim, Eysa efendim'in oğlu. Aşından mağduk. Birlik Journal'ınki baştarı men, onunki mesulü Enverci Hakimiz. Nimedeki. Başından mağduk. Mesela Uçkun Gezdi. 1999 yılı Uyguristan Şarkı Türkistan Uyguristan Milli Kurultayı kurulgandaki men teşviqat nimesi ki. Ben hazırda çıfkam bütün teşkilatlarda hemmisi de teşviqatınki nimesi oldu. Çünkü bu japalık iş. Hiç kim ağılmaydı. Namzat olduz bağılmaydı. Çünkü konu koyup otamısınız hiç kibet nesi çıkmaydı. Bu hem vaqt taraf kıldıgan, pidakallık taraf kıldıgan nesi. Galasını takap, somkini alıp, büyüge verip, sözlep koyup, neme ki çıkış asarf ki. millet sırtkı görünüşten xuddi bakrad ish qildi o'xshab o'ylaydi millat. Ya mesela ben bilemez. Bunun sizlik tatvatkan Japani ben bilemem. Mesela şu programını açık kıplamındalı koyup oylaydı. Bunu apırıp kiriştirisle, avazını süzüsle, okulisle, bokulisle bunun nurgu vaktini ketedemdi. Ay bir gizlisin çıkırış için bir varak nes. Şuna 96. yılda Dünya Uyghur Yaşları kuruldu teşviqat nemesinin başlığı. 99. yılda Uyguristan Milli Şarkı Türkistan Milli kuruldu teşviqat komitesining mesulü. 2014 yıl Dünya Uyghur Kurultayı kuruldu teşviqat nemesi. Şuna ben bazı çakçak deyme ben bu chet eldeki teşkilatların içinde siyasi faoliyatçının içinde mensup ösmege tek adam ben deyim bazıda çakçaklıp. Çünkü hiç kim ağılmaydı. Toktap durada dep taşvit eydisem işim bulmaydı. Bir mesajçılık tuygusu payda болып қалған mende. Toktap da meyle kılay japatlasam.
ba'zida nima yurdi. Men 20 yil Britaniyada xizmat qildim ukam. Shu milliy tashviqotimiz uchun. Ben hozirgacha rasmiy maosh olib ishlagan vaqtim yig'ib kelsangiz, hozir meningda nimada desammi Xitoy tomosha bo'lib turadi hozir demay uni. Men hozirgacha maosh olib ishlagan vaqtim 2 yilga bormaydi. 26 yillik chet ellik hayotimda. Qolgan yilimning kamisi pidokorlik bilan o'tdi. Ishlayman o'zim, o'birni tozildim berib, qochiydim oshxonalarda. Nima qildim? Oshqa vaqtimdan butunlay shanba yakshanbamni hammani o'shunga sarf qildim. Hozir keldi. Inshaalloh hozir endi meni xursand qilgan, meni suyundirgan narsa nima desangiz, sizlardek yoshlarniki o'tirg'i chiqishi. Yangi axborot vositalarini o'tirg'i. Alternativ bor, hech bo'lmasa hozirda. Men ansirmayman hozir. Dunyo qultining tortuziyasi taqilib qolsa qanday qilaman deb, burun magiz taqilib qolsa qanday qilaman deb, Xudoyim bir og'riqsizlikdan xoli qismini deb tilaydim. Hozir andisham yo'q. Chunki taqilib qolsa bor. Bu taqilib qolsa ham birisi bor. Hozir nurg'un medialar bor. Har qaysi tashkilotlarning qaramada axborot vositalari bor hamda. Buning nima bor? Paydinpay kengayotdi, kuchayyotdi, yordam qilgan tashkilotlar ko'payotdi. Hozir Sharq Turkiston masalasi xalqaro bir masalaga aylandi. Buningga da'voga yordam qilgan davlat bo'lsin, xalqaro fond qurilishlar bo'lsin hammasi ko'payotdi. Bu nihoyatda umid qilgan. Shunga bu yerda qayta ta'kidlaydiganim, hargiz bu milliy tashviqotga sal qaramaslik kerak. Buningga sal qaragan zaten har zaman uning oqibati yaxshi bo'lmagan. Mush milliy tashviqotga sal qaragan hech bir siyosiy faoliyatning oqibati yaxshi bo'lmagan. Karyer nuqtasi, istiqbol nuqtasidan. Har zaman. Shunga buningga qancha ahamiyat bersa, meningcha bu ham milliy davoyimiz uchun foydali, ham shu tashkilotning uzun muddat putirab tura olishi uchun foydali hamda. To'g'ri deysiz. Paratkan shu haqiqatan bizdek bir şanlıq tarihi bo'lgan bir millatninki. Siz dediniz mesela hozirgi kelgacha ham bugun 21-asrda yashayotgan bir davrda turib, yana u yerdan davomli anglab turibmiz. Mayli Turkiyada olsun, mayli boshqa olsun. Biz Sharq Turkiston xalqi hammasi zaten Xitoyning qilayotganini bilamiz. O'zimiz anglatmay boshqa ash davlatning tilida anglatish kerak tashviqotni deb. Albatta biz undan qarshi emas. Shu davlatning tilida albatta tashviqotlar qilinishi kerak, Xitoyga qarshi harakatlar elib berilishi kerak. Ama biz mustaqil Türkiye'ye o'xshash bir mustaqil bir davlatimiz bo'lgan taqdirdami yüzlagan kanallarimiz bo'lishi kerak yani. O'zimizning milliy tashviqoti, buning muhimligi, bu millatni yetaklab menish, bu millatni ideya jihatdan, urf odat jihatdan, hamma jihatdan yetaklab menishning bugungi davrdagi eng kuchli quroli bo'lgan bu media tashviqotga bugun shu chet eldagi millionlagan xalqimizningki turib muhojiratda yani bir resmi uyduğu çıkan bir kanalımızdan bulmaslığı ya ki resmi halkaralık bir özümüzden bir süpetlik bir radyomuzdan bulmaslığı emniyette biz Uygur halkı için bir numus kılarlık bir iş dep qarayman ben. Yani bu kadar his kılanmaslık sebep hem de sizce bu nimiş ki bu derecede biz keyinde kaldık teşviqatlar. Biz bu teşviqat bizning Sharq Turkiston Milliy Mustaqillik hareketimizning teşviqat, milliy hareketimizning teşviqati ikki bölümden. Birisi tashqi tashviqot, birisi ichki tashviqot. Tashviqotni qilinayotdi yetarli darajada. Uning ustiga hozir bu Sharq Turkiston masalasi xalqaro masalaga aylanib qolgan ekan. Sharq Turkistonni Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan yuzlagan xalqaro tadqiqot nimalar bor. Bular maxsus Sharq Turkiston masalasi haqida har haftada, har kundagidek yuzlarcha dokladlarni e'lon qildi. Hozir xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va ommaviy tashkilotlarning injiylarning eng asosiy kun tartiblarining biri Uyg'urlar masalasi, Sharq Turkiston masalasi. Uningdan har qaysi chet el matbuotlari eng asosiy Sharq Turkiston masalasini yeterinchi darajada tashviq qilyapti. Biz yetishib bilmayapmiz. Ular hatto Sharq Turkiston bevosita nima deb nimasini qilib. Uningga bak bizningki ehtiyojimiz yo'q o'zimizniki. Albatta har qaysi tashkilotlarimiz, tashkilot rahbarlari, siyosiy faoliyatlarimiz o'xshamagan darajada chet el matbuotlarini va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarini, hukumatlarni, parlamentlarni ma'lumotlar bilan ta'minlayotdi. Va ba'zi tashkilotlarning dunyo qurultiyining va boshqa tashkilotlarning tashqi tashviqot vositalari bor. Bu mengyotdi. Ammo falsafani o'qishni aytgan vaqtida ichki omil birinchi. Bu yerda deydi o o'zingni iching qo'shdan o'g'ri tutmaydi degan gapim bor odatda nimada. Bu yerda milliy tashviqot bu o'zimizning milliy birligini saqlab tutib turishda intayin xalqlik muhim rol o'ynaydigan narsa. Buningki qiymatini buni masalan hozir siz dedingiz, nima uchun biz bu uyduliq nima qilolmaymiz?
Nəhayət nopuz. Hazırmı biraz biçare ahvalda bizning vaziyetimiz. Nima uchun biz bunday qila olmaymiz? Bu birisi ikki sabab bor buning. Birisi sal qarashlik. Sal qarash. Bayqinda xato tushuncha. Buniki bir ahamiyati yo'q. Balki o'zimiz degandan. Ash o'zimiz deganning foydasi yo'q degan odamdan so'rab hozir vatanda qancha viloyat va qancha noy bor. Palaniya bilan Palaniyaning oraliq qanchalik? Hozir Dimbulavotda hozir deb so'rasangiz bilmaydi. Bilmaydi. Avval shu o'zimizning xalqini ideya jihatdan ozod qilishimiz kerak. Avval xalqimizni ideya jihatdan qurollantirishimiz kerak. Qurollantirishning vositasi nima? Biz o'yma-o'y kirib hammadamga deb deyolmaymiz-ki. Biz shu tashviqotlarimiz orqali. Birisi biz Sharq Turkiston milliy mustaqillik vaqtiga sharoit pishib etilib, mustaqillikka erishgan qadar biz shu milliy tashviqot orqali xalqimizning milliy irodasini, vatanparvarlik ro'yini, kurash ro'yini, milliy tuyg'ularni har zaman tirik tutib turishimiz kerak. Ki buningdiki bu davoning davomligi bo'ldi. Bumuz qancha ketdi? Bugun 3000 kishi namoyish qilgan bo'lsa, avval qatim 3000 kishi qilsa, agar mushu tashviqotning kuchi yana ko'pincha. Agar bu ajizlab ketsa xalqimiz qartilgan, ertaga shu 1000 kishida ashuna qilib ozlab ketadi. Bu avvallar burun bo'lgan. Men chet elda hozir bu milliy kurashimiz bilan shug'ullanayotgan hozir 26 yil bo'ldi menga. Mening nurg'un tajribalarni, men bu tajribalarni nimalardan maktablardan o'rganmadim. Shu tajriba orqali o'rgandim. Bunimizni yedik. Nimalarni qildik? Hozir yosh bolalar ishini qo'layib ketdi. Burun biz degan bir gizit chiqirmizsak, oylab, yillab bir chet el matbuotida Sharq Turkiston masalasi haqida bir narsa chiqmaydi. Topolmay qo'limizda bor materiallarni qilib turib, tarixiy materiallarni asos qilib turib, gizit chiqaratdik. U nada internet vaqtida. Hech nima yo'q. Xabar manbai yo'q. Bu hozir degan biz xabarni ko'rib yetishib olmayapmiz hozir. Tanlab yetishib olmayapmiz. Shaptulla baqib kirib qolgandek. Bundaqlik qilsa qo'lingizda yanfon bor. Kompyuteringni bundaqlik ochsizda internet qaraysiz-da. Hozir sharoit bilan bunaqa sharoitni selishtirib beqinglar. Shunga bu yerda bu zihniyatdan, bu zillatdan qutulish kerak. Mayli siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin. Men ham Dunyo Urqultining bavariyasi bo'lish sifati bilan so'zlayaptim buni. 35 yillik kasbiy axborotchi bo'lish sifati bilan so'zlayaptim. Bu qalladiki bu zillatni avval o'zini qutqizish kerak. Buning qanday shu milliy tashviqotimizni sal qaraydigan bu nimadan saqlash kerak. Tashviqotimizni biz chet elliklar qilganda qilmaymiz zaten. Baribir chet ellikni ishlatayapmiz biz. Dokladlarimiz, raporlarimizda. Uningdan bir andishimiz yo'q. Biz avval o'zimizga puxtulaylik. Xalqimizni susturaylik. Xalqimizni mukammal susturaylik. Ashvata ozod o'qish tutmasak bu kelgusini g'oyamizga yetishimiz. Chunki bu nima odam bilan qilamiz. Xalqimiz bizning kuchimiz, oq sepimiz xalqimizga tayinimiz. Bundan bir masala bor. Shunga hamda inshaalloh hamda hozir asosda bu vaqtda mayli siyosiy faoliyatlarimizning tashkilot rahbarlarining tushanchisida biroz ilgilash bor. Ilgilash bo'lgani uchun hozir tashkilotlarningki axborot vositalari milliy tashviqot biroz kuchayapti, jalniyat masalalarining istiqlolningki har kunlik xabaringlar bor. Biz qurultay turib hozir haftada bir xabar beryapmiz. Har kuni xabar beryapsiz emasdan. Program beryapsiz. Har kuni bir ikki programmanglar bor. Bumi bu yerda Sharq Turkiston ma'rif jamiyatiningki milliy tashviqotningki ahamiyat muhimligini tunib yetganligidan bishorat turdi. Bu ahamiyat beramiz, sharoitni hozirlab beramiz, sizlarga bu kameralarni, texnik xodimlarni hozirlab beramiz. Mumkin emas hech nima qila olmaysiz. Bu tashkilotning rahbarlik hay'ati bilan bizish munosabatli narsa. Buning taraqqiy qilishi. Ularningki zihniyati bilan, ularning tushunchasi bilan, ularning ahamiyat berish darajasi bilan munosabatli narsa. Shunga buningdan istiqlol nimasidan o'rnak olish kerak deb o'ylayman. İnşallah buningdan bundaq televiziyalarni, istiqlol televiziyasidan mingga qurilsa hozir qildi hozir bizga. Milliy tashviqotimiz uchun. Bizning chet ellarda hozir milliondan ortiq Uyg'ur bor deymiz. Ammo kelgusida Xitoy bundaq ishni ichib turib olmaydi bugungi global dunyoda. Ammo bir kun yana ochdi. Ichishga majbur bo'ldi. U vaqtida yana bo'sh milliy tashviqotimiz, yana vatan ichidagi xalqimizga umid beradigan, jasorat beradigan, ularni ruhlantiradigan, jonlantiradigan bir ma'naviy o'zi qo'yildi. Burun bizningki 15-20 yil burun chiqqan gazetlarimiz xalqimizga ashna bir ilhom, zo'q, ma'naviy zo'q bergan. Yanındaki xalqimizni to'g'ri bir yo'lga yetaklash. Bu men aytdim uyman. Buningdimi mushunga tayinimiz. Biz odamni, ikki odamni, 1000 odamni yig'amiz, bir yig'inashsak. Ammo bu chet eldagi million odamning hamini yig'ib olmaymiz mujoratga. Bu milliy tashviqotga tayinlangan gap. Palatkamda haqiqatan 30 necha yillik kasb egasi bo'lish sifatingiz bilan oxirida bizmi sizning deganingizdek yiqilib qopib bugungi darajaga keldik. Boshda 10 yilning oldi boshlagan bir to'y kompyuterdan kichik bir odam sig'adigan bir uy bilan boshlagan.
Bugün elhamdülillah halkımız ta G'arbiy Turkistondan tatib hali ham mushu minutlargacha vatandan uchirib keldi ma'amda. Har xil shaklda kompyuterlarga usta yoshlarimiz bir shaklda Xitoyning shu to'saqlardan o'tib ko'rayotganligini, suyunayotganligini deydi bizga. Biz shuningdan ma'ni o'zi qolmizda hamda xalqimizning shu qadar suyunganligidan biz albatta bu kasbning keyin mening o'qigan kasbim asli tashviqot emas, keyin tashviqotga qiziqqanligim uchun o'qib uni keyin maqsad Turkiyaga kelgandan keyin shu Turkiyadagi axborot kasbiy yerlarda maxsus dars berib aram bugungi saviyaga keldik. Siz ta yıldızdan boshlab chiqqan bir shaxsiyat bo'lish sifatingiz bilan bugungi bizga istiqlolga qanday baho berasiz, qanday taklif fikrlaringiz bor? Bunu biz bir o'quvchimiz bo'lish sifatimiz bilan biroz bir. Rahmat. Istiqlol televiziyasi mayli bizniki Dunyo qultining rais Dolqin Aysapandim bo'lsin, mayli men bo'lay. Bayimiz nayt yaxshi. Chunki sizlarning apparatlarga sog'lom markaziy bir tashviqot hamda. Ya'ni masalan Turkiyada bir gap bor, ulus kanal deydigan. Sizlarning bu bizning milliy harakatimizda shu kategoriyaga kirdi hamda. Markaziy tashviqot kategoriyasi. Markaziy tashviqot kategoriyasi nima? Ya'ni oshirlikdan uzoq turadigan, insonlarni qonunsiz narsadan uzoq turishga undaydigan va xalqaro qonun prinsiplariga va Turkiya Cumhuriyetininki qonun prinsiplariga hurmat qilgan asosda tashviqot berayotgan markaziy bir tashviqot hamda. Ushuronglar hammasi mayli taqatgan xabarlar olsun, appagan söhbetler olsun, hammasi bu umumiy millatimizning milliy manfaatlaridan asos chiqish nuqtasiga olib deb berilayotgan ham xalqarada hech bir Uyghur milliyetining obraziga daxl tarz yetkazmaydigan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Umum Bayannamasininki ro'yig'imi xilab kelmaydigan bir tashviqotlarni berayotganlar. Bu nayt yaxshi. Shunga men ham deyman, umidsizlanmasligimiz kerak. Bizning davoyimiz haqli bir davo, berayotgan davo tashviqotimiz albatta haqli bir tashviqot. Bunda bu sharoitning o'zida bu tashviqot diqqat qilish tegishli nuqta nima ekanini desangiz, burun bizning bir beshimizdan o'tdi. Bu real bo'lishimiz kerak. Mubalığıdan uzak duruşumuz gerek. Bu teşvikatın maksidi fakatla halkımızı uçur bilen teminleşemez. Fakatla uçur bilen yeni uçurlarla teminleş bulması gerek. Onun belgelik bir siyasi muddası buluş gerek, bir siyasi taleppusu buluş gerek, bir siyasi yetekçi ideyisi buluş gerek. İnsanların terbiyeleydiğin, yönlendirdiği deydi Türkçe, onu yetekleydiğin. Bir nima buluşu gerek. Şuna bir yerde her bir program işlediği vaxtida her bir adamın sözü. Çünkü Xitay marab turdu. Bizning televizyonimiz marab turdu. Bazı devletler tercüme kılar her programımızda. İstiqlal televiziyasının şundak. Vaqtani vaqt kelganda u yerda bir odam mas'uliyatsizlarcha bir gapni qilib qo'yib, yoki sizlarning programmangizda bir xato resim qo'yilib qilib, yoki Birleşken Devletler İnsan Hakları Umum Bayannamasining ya Türkiye Cumhuriyetining qonunlariga xilop qiladigan bir narsa, ya gap so'z chiqib qilib programmangizda. Qilsa Xitoy uni darhol suiiste'mol qilib foydalanadi. Darhol mana tashviq qilyapti. Mana isboti madamni so'ziltyapti. Mana bundaq so'zladi. Bo'ldi-ku burimiz zaten. Bu ahvollar beshinga keldi. Şuna bunun nihayetinde dikkat kılışınlık gerekken, vay madem sözüldü, garanti sözeydi bu adam demez. Akanç işenge adam olanı mı, bazı adamlar ağızdan hata nemi çıkıp kaldı. Bilip bilmek. Şuna her bir programda bunun nihayetinde dikkat kılış gerekken, resimler nihayetinde, filmler olsun, resimler olsun nihayet obdan. Çıkış gerekken, mesela bazı karındaşlarımız filmlerden kıldı. Bu nurgun nemeler, beşimizde nemeler geldi hem de. Bu İslam'dan başka diller ne? Hemmisini inkar kılıdığan. O hemmisini bir tek taydaydigan. Bütün İslam'dan başka dillerin hemmisini Xitay bilen bir katarda koyduğan. Nimelerden saklanış gerek. Bu yaman nazik mesele hem de. Çünkü bizim Şarkı Türkistan milli müstakilligimizni qo'llayotgan Hristiyan var, hazır Yahudil var, nayt küçük qo'llayotdi. Buddistlar var, Tibetlik Buddist nimeler var. Şu bu nayt nazik nokta. Benim tavsiyem hem de bunun nayt dikkat qilish kerakki, bütün dillarga hurmat qilgan asasda nima tashviqot etirish kerak. Bu nayt nazik bir nokta. Anandaki bir yerde Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan ve o'zinglar turayotgan davlatlar tarafidan terroristik tashkilotlar terroristik shaxs deb e'lon qilingan nimalar bo'lsa, buning listini har zaman kontrol qilib,
aktivlaştırıp durdu Birleşken Milletler Teşkilatı. Bunu her zaman körep duruşunuz gerek. Körep durup, aşı mayli belgen kavramlar olsun, ne bildi olsun, bu şu listeye ne de bir közden kaçırışınız gerek ki, herkes bu listedeki teşkilat, nemesi bu İslam teşkilatının ismi çıkıp kalması gerek hem de. Çıkıp kalması gerek ki, o vaxtda Xitayning mı? Sizlarga hücum qilish, hatta istiqlal televiziyasına şunu bağını qilib turib, taqatqizib o'tish, cheklab o'tish, nimasini keltirib chiqardi, xavfini keltirib chiqardi endi. Şuna bizim Dünya Urkulti Tor televiziyasi, ben mayli şu yerib ketsem belli deb, her bir adamning, hatta hali dаңlıq adamlarniki, reisimiz söz qismi, Dolqun Aysa söz qismi, maşının gepini qayta anlap çıkma. To'xtab tur, ba'zi odamlarning nim bo'lib, ishije oldirashlik ba'zi gap chiqib qoldi og'izdan cho'qim deb, shu so'zni bir qitim anglayman. Anglayman. Ba'zi tashkilotlar nimalar haqida xabar olib, falan tashkilot Uyg'urlarni qo'lladi, Piston tashkilot unda qildi deb qilsa, men darhol bilmagan tashkilotlar bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ninki va Yevropa Birligininki terroristlar tashkiloti tizimligini darhol chiqirma. Chiqirib selishtirma mashinasida bormi yo'qmi deb. Endi shu darajada bu yüksek derecede mesuliyetçilikini talep kılgan narsa. Bazı adamlar da mana uçuruyor, onu çıkarıyor, bunu çıkarıyor. Onda mesele emas, bu yüktiga yama ağır. Bu teşkilatlarda Milli Müstakillik Hareketi'nin yükü en ağır narsa bu milli teşkilat. Yüksek derecede kılgan. Teşkilatın terakki kıldırdıgan mı şu? Teşkilatını veren kıldırdıgan mı şu milli teşkilattan da? Bir hata sözüyle, bir hata teşkilatla, bir hata programla. Şu benim tavsiyem şu. Hem de vakit münasebetiyle ben bugün tuncu qatim chiqishim istiqlol televiziyaga nasib xursand bo'ldim. Ham Sharq Turkiston qarindoshlik uchrashishimga tuncu qatim qatnashim, buningda men ayt xursand bo'ldim. Endi hozir bizning ishlarimizni ayt ko'p. Shu hamda inshaalloh buningdagi pat kelib, sizlar bilan ahvollashib, o'zaro hamkorlashib, qaysi doirada hamkorlashimiz, sizlarga qanday bir yordamimiz tegadi. Uçur cihetim olsun veya başka cihetim olsun. Bunundaki özür hamkarlaşıp kılmış. Çünkü hemimizin maksadı bir, gayemiz bir, nişanımız bir. Hemimiz şu Sharq Turkiston Milliy Hareketi için, Milli Müstakillik Hareketi için hizmet kılbatımız. İnşallah. Köptün köp rahmet. Sizgim köp rahmet. Söhbət oldu. Allah razı olsun. Sizgim köp rahmet. Rahmet. Qadirlik görürmenlerimiz, hürmetlik Dünya Uyghur Qurultayı muavin reisi şundaqla Teşviqat Komisiyası'nınki reisi, məsulü. Bu kesipteki ustazımız sanıldığan hürmetlik Ferhat Muhammed Efendi bilen güzel bir keyfiyatta söhbət edip bardık. Kıymetlik fikirlerini aldık. İnşallah yeni bir qatımlıq söhbətdən başqa bir məzmunda görüşküsəslərini Cenab-ı Allah tapşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.